Assalomu alaykum Husanov darvozasi kanalini kuzatuvchilari. Sizlar uchun eng yangi fasondagi darvozalarni tayyorlab qo'ydik. Shtampovka darvozamiz 2.8 ga 6 tagi shvillerda bo'lgan, list qanligi 1.3. O'zbekiston ichiga ustanovkasi bilan 650 ming so'm 1 kvadrat metrni olib borib ustanovkasini qilib beraman. Keyingi darvozamiz listli yangi fason Cobra deb nom qo'ydik. Nomini o'zgartirib ham beraveramiz xohlovchilar uchun. Yondorlari 10 ga 10 profilda 2.7 qallikda, tagi shviller, tepa 10 ga 5 profilda bo'lgan, list qalligi 2 lik 2 qavat toza shumka bo'lgan, zo'r, full materialda, materiallari ham. 1 kvadrat metrni 1.450 ming so'mdan O'zbekiston ichiga olib borib, ustanovkasini qilib beraman. Keyingi darvozamiz ham high-tech shtampovka darvozamiz, materiali ham bir xil 1.3 qallikda, yondorlari 8 ga 6 tagi shviller, 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan O'zbekiston ichiga, dastavka ustanovkasi bilan. Bu jetni variant. Bu ham materiallari bir xil, faqat nerjikasi yo'q xolos. Bunda nerjika, bunda nerjikasi yo'q. 1 kvadrat metrni O'zbekiston ichiga 550 ming so'mdan 1 kvadrat metrni olib borib, ustanovkasini bitirib beramiz. Xizmatimiz kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar. Aloqa uchun pastga nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar.